Assalomu alaykum. Qo'saq kuzatuv boruvchilari. Bugungi montajimiz o'z nihoyasiga yetdi. Manzilimiz Marhamat tumani, Eshon mahalladamiz. Xo'p, baytga 21 millionlik ishimizni olib kelib o'rnatib berdik. Общий 5 ta rom, 2 ta 4x3 vitrajimizni olib kelib o'rnatib berganmiz. Romlarimiz Saraplast materialdan 6000 quvvat rio, двойной yodviayni podagonliklari bilan alyuminlar Alpro Aldox 1 profilida ular bir qavat yodviayni bo'lyapti. Razmerlari 240 ga 160 ta plas rom, o'rtada ikkita ochiladi, двойной yodviayni. Xo'p, naryoqda 270 ga 182 to'rtta bir xilda rom tushgan. Bu ham двойной yodviayni, 4x3 eshik. Eni 4 metr, bo'yi 3 metr. Bu uyning o'rtasidan kirishingiz mumkin. Eshiklarni 80 cm dan ochib berganmiz. O'sha ochilganda 160 ochiladi. Ruchkalari graf firmasiga tegishli. Yopilishlariga baho berasizlar. To'g'lanishlari go'zal holatda. Qo's va akfada har doimgidek to'rttadan oshiq-moshiq chiroyli holatda qilib berganmiz. Zazorlari ham devorga unaqa katta emas. Devasi nol. Pasi o'rnida bas ekan devorni ichga turkasi. Hop, bu tomoni nol bo'lgan. Xudo xolasa. Hop. Bu xonamizga, retskiy xonaga 240 ga 160 razmerimiz. Podagonligini komfort podagonlik oldiga hop 25 cm chiqarib berganmiz. Tay o'zi ishlaga blokida 100% penalab. Ishlaga blok 20 lik. Hop. Katta radiator o'rnataman dedi. Oldiroqqa chiqarib, kengroq qilib o'rnatib berdik. Ruchkalarimiz Adisher ruchka 3 skorli. Zatseflari o'z o'rnida turibdi. Original soedinitellar. Hop. Choklari hozir shilib ko'rsatib beramiz choklarni. Ushbu gilyantimiz ham bizni YouTube'da ko'rib zakaz bergan edi. Hop, 20 kun muhlat olgan edik. 15 kunda olib kelib ishlarini chiroyli holatda qilib bitkizib topshiryapmiz. Egalari tekshirib hamma yoqdan xursand bo'lib, rozichilik bilan hol. Bu choklar. Yopilishlari bunisi. Aynada farqini ko'rishingiz mumkin. Hop. Bu eshigimizdan kirib 10 ga burilsa bitta detskiy xona. Original, eng qizig'i Red Pendan original lambrilarni olib qilib berganmiz. Original eng yaxshi lambrilardan biri. Hop, ba'da 270 ga 180 romdan 4 ta bir xilda tushgan. Har bittasiga bittadan ochilish qilib berganmiz. Ikkitadan oshiq-moshiq. Taylari to'liq holatda boshidan oxirigacha penalangan. Podagonlilarda uzmasdan qilib berganmiz. Ustimni oralarini. Hop, o'rtada bitta chokimiz bor. 6 metrdan o'tib ketgani uchun o'rtaga bitta chok tushirib berdik. Bilinmaydigan darajada bo'lib oxirigacha bo'lgan. Hop. Ularni ochilishiga kelsak, hammasiga 3 skorli Adisher o'kinlilar, zatsefkalari, zoldir zatsefkalari o'zini joyida, original soedinitel. Hop, choklari, shuplari yo'q, mana qo'lda ilmaydi, go'zal holatda. Lambrilar har bitta ko'zidan polvon samarasi bilan urib chiqqanmiz. Endi podagonlilarini qanotlarini takoz qo'yib ko'tarib ligirovka qilib berganmiz, ertaga tashlab yubormasligi uchun.
ko'rishinglar mumkin. To'liq metal. Hop. Bitta shu ochiladigan qanotiga solinmagan xolos. Qolgan joylari hamma yo'g'i to'liq metal bo'lgan. Buni profilga o'rnatib berganmiz. Buni tevaga nolga otib berganmiz. Podagonni borib tiralgan. Eshigimiz mana hamma yo'g'i urvinda bo'lgan. Taya zazorlari, teva zazorlari bu yondan juda go'zal holatda bo'lib bitgan. Ushbu eshigimiz ham 4 tadan oshiq. Bu ham eni 3 metr, bo'yi 4 metr buni. Narigini eni 4 metr edi, bo'yi 3 metr edi. Yopilishlari. Buni ham o'rtaligini o'rta qayta apparatda chiqarib qilib berganmiz. Go'zal holatda tomoni sarafan qisilib qolgani ham chiqmayapti. Ularni bir qator artib olsa, shellari chiqib ketadi. Original Lambri. Ikkalasini ham ichkariga chapga ochiladigan qilib berganmiz. Bir xilda qilib. Bu darvozaxonadan kirish. Zazorlar. Duvayni yo duvayni ichkari bunchalik ko'rinmaydi, xudo xolasa. Hop, bu tomondan общий ko'rinishi. Narxi 21 million bo'ldi. Kvadrati hop romlarki 500 mingdan, eshiklarimiz 3 million so'mdan to'xtayapti mana shu eshiklar. O'zi oddiy eshik ham 2 million 200 ming so'm, 120 ga 240 eshiklarimiz ham 2 million 200 ming so'm bo'layotgan mahalda biz 3 milliondan vitraj qilib olib kelib o'rnatib beryapmiz. Dastavka, ustanovka hamma yo'g'i ichida bu. Podagonniygacha. Egasi faqat pulini sanab beradi. Kalitini qabul qilib oladi. Qolgan joylari hamma yo'g'i o'zimizda. Bizdan keyin endi atko'z-patko'sni ogizdirib oladi. Ko'rishinglar mumkin. Juda go'zal holatda bo'lib bitta hammaga shunaqa uylar nasib qilsin ilohim. Hop, 21 millionga arziydimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bittadan like bosib qo'ysalaring, ko'pchiligiga yetib boradi. Bu likedan biz pul olmaymiz. Boshqa qilmaymiz. Bizga shu har bitta like bosganlaringda ko'proq odam ko'rishiga yordam beradi. Kimgadir manfaatimiz tegib qolsa, biz shundan xursandmiz. Ko'rishinglar mumkin. En full holatda bo'lib bitdi. Hop. Egasi arzonroq bo'lsa bo'laversin. Romlarim profili do'da. Arzon bo'lib arzon emas. O'rta hol materialdan olib kelib qilib berganmiz. Hop, buni qulaylik tomoni, eng qulaylik tomoni oynalari mo'yka apparatda yuvib paket qilingan oynalar. Ichlari umuman terlamaydi, xudo xolasa. Hop, shaltag'i qolmaydi. Forsini aynakka o'xshab, ko'zgu aynakka o'xshab faqat tashqari ko'rinyapti xolos bu yerda. Quvosa akfada qolinglar. Kimga shunaqa sifatli va arzon ishlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqishinglar mumkin. Bizni xizmatimiz butun vodiy bo'yicha, Toshkent shaharlari bo'yicha dastavka ustanovkalarimiz besplatni olib borib o'rnatib beramiz. Marhamatlilar bormi? Kommentariyada bitta izohlarini qoldirib ketinglar. Eshon mahallada bo'ldi bu. 6-mahalla, chap qo'lda oxirgi uyda bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin. Kimda kim like bossa shunaqa uylardan, bundan-da zo'ridan nasib qilsin ilohim. Xonadonimizda ham to'ylar bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.